Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarim. Tinchmisiz, omonmisiz? Aziz obunachilarim, bu video lavhamda yo'g'on ichakni qanday tekshirsa bo'ladi? Yo'g'on ichakdagi polip o'simtalarini qanday davolasa bo'ladi degan savollarga javob bermoqchiman. Aziz obunachilarim, yo'g'on ichakni birinchi navbatda kolonoskopiya qilib tekshirsa bo'ladi. Xo'p, kolonoskopiyada maxsus kameralari bor shlanga bilan, elastik shlanga bilan yo'g'on ichakni ichidan kirib tekshirib ko'rsa bo'ladi. Bu muolaja jarayonida yo'g'on ichakdagi o'simtalarni va o'zgarishlarni, patologiyalarni aniqlasa bo'ladi. Aziz obunachilarim, yana boshqa yo'li bu irrigaskopiya muolajasi. Bu muolajada bemor kontrastli suyuqlik ichadi va bir oz vaqt o'tgandan so'ng rentgen qilinadi va shu rentgenda patologiya bor yo'qligini aniqlab aytsak bo'ladi. Xo'p do'stlarim, agar bemorda yo'g'on ichagida polip o'simtasi topilgan bo'lsa, uni albatta davolash kerak. Davolash yo'li bu operatsiya. Xo'p, operatsiya qilish uchun avval shu polip o'simtasidan biopsiya olinadi va shu biopsiyani javobiga qarab, keyin operatsiya qilish kerak bo'ladi. Agar biopsiya xavfsiz kelgan bo'lsa, bunday holatda endoskopik yo'l bilan ham davolasa bo'ladi. Aziz obunachilarim, yo'g'on ichakdagi polip o'simtalari oyoqchali bo'lishi mumkin yoki oyoqchasiz bo'lishi mumkin. Ya'ni na shirokое основание или на ножке bo'lishi mumkin, o'rischasi aytganda. Xo'p do'stlarim, в любом случае polip qanday bo'lishidan qat'iy nazar operatsiya qilinishi kerak. Chunki keyinchalik polip o'sib, kattalashib, ichak rak kasaliga olib kelish ehtimoli katta. Butun dunyoda yo'g'on ichak rak kasalligi 3-o'rinda turadi. Shuning uchun har bitta operatsiya qilib olingan polip operatsiyasi bu rak kasalligidan profilaktika va qolaversa rak kasalligini davolash desak ham bo'ladi. Shunday ekan, aziz obunachilarim, agar qaysidir bemorda, yaqinlaringizda yoki sizda polip o'simtasi topilgan bo'lsa, albatta operatsiya qildirishingiz shart. Hurmatli do'stlarim, avvalo tani joningiz sog', omon bo'lsin. Savollaringizni kommentariyaga yozib qoldiring. Kanalimga podpisatsiya bo'ling. Foydali ma'lumotlarga ega bo'ling.